Assalomu alaykum. YouTube tomoshabinlari, mana panda fason devorlarim tayyor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Chamadonlari, mavsumiy kiyimlarni qo'ysa bo'ladi. Ishlab chiqarishni o'zidan mana. Tepa pasti bo'yishi, o'rtasi villur, tagida chamadoni bor mana. Narx-navosi bir donasi 1.150.000 hisobdan. Urjib olinsa dastlabkasi bor vodiyga. Enerji ko'tarib olammi? Ichidan olish beraman. Yonboshlaydi. Qolgan yerlarga, viloyatlarga, voha tomonlarga bir donasi 1.300.000 dan 2.600.000 ga dastlabki qilib beramiz. Aslan umr bo'ladi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bularimiz Sirdaryo, Samarqand shu tomonlarga chiqyapti. Bu so'rimiz esa Samarqandga ketyapti bu ham. So'ri ham bor bizda. Chorpaya deydi qaydadir. Nima bilasiz?